bo'lmasin. Dilga, qalbga yaqin insonlaringiz uchun doimo aziz va mukarram insonlardan bo'lib yuring deya bugungi tabriklarimizni boshlaymiz. Alo. Assalomu alaykum. Dilshodjon bilan bog'landikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sog'misiz, omonmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Rahmat, yo'q. Minnatdormiz. Bugungi go'zal ayyom, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Umringiz uzoq, tani joningiz sog'-omon bo'lsin. Qarshilab olgan bu qutlug' yoshingizga ilohim yana ko'plab yoshlar qo'shilsin deymiz. Rahmat. Bugungi kun go'zal ayyom munosabati bilan sizga yaqinlarimga dil izhorim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Xo'p, rahmat. Aynan bizning loyihamizga tavallud kuningiz munosabati bilan ajoyib tabrik xati kelib tushgan. Bu tabriknomani egasi qay bir yaqiningiz, qay bir mehriboningiz deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Kimdan? Meni aytdim yo, apalarim. Tabriknomada barchalarning ismlari zikr etilgan, lekin asosiy tabriklovchimiz boshqa bir yaqiningiz. Yana bir taxmin qilib ko'ring, qolganiga o'zim yordam beraman. Singlimman, Sarvinoz. Biling ilohim, yaqinlari, mehribonlari ko'p, insonni qiynamasdan o'zim yordam bera qolaman, maylimi? Mayli. Bizga sizni o'zgacha ta'riflab, tavsiflab bergan akajonim, qalqonim deya ta'riflagan ukangiz Mirshodjon nomlaridan yetib kelgan ushbu tabriknoma. Ukangizning tabriklariga qo'shilgan holda jannatingiz, onajoningiz Mehrniso opamiz nomlaridan, padari buzrukvoringiz Berdiyor akamiz nomlaridan